Ba'zan tanani ma'lum bir joylarida to'satdan tomir tortishi va uni oqibatida kuchli og'riqlar paydo bo'ladi. Bu insonlarni ko'p noqulay holatlarga olib keladi. Bu aynan miofaszial og'riq sindromlari tufayli yuzaga keladi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Miofaszial og'riq sindromi bu eng ko'p tarqalgan patologik holat bo'lib, tanani ma'lum bir joylarida skelet mushaklarini spazmi tufayli yuzaga keladi va shu joylarda mushaklarning to'planib va qattiqlashishi hisobiga kuchli og'riqlar bilan kechadigan patologik holat hisoblanadi. Bu mehnat faoliyatini cheklashga va hayot sifatini pasayishiga olib keladi. Yer yuzi aholisini 30 dan 85% qismigacha bu patologiya kuzatiladi. Sabablari: skelet mushak sistemasidagi rivojlanish anomalik holatlari, bunda tanani fazodagi holati o'zgarishi va ma'lum bir mushaklarning tarangligining oshishi kuzatiladi. Bunga kalta oyoqlilik, yassi oyoqlilik, tanaga nisbatan qo'l va oyoqlarning kaltaligi bilan kechuvchi patologik ortopedik holatlar kiradi. Ma'lum kasbiy omillar tanani ma'lum bir fiziologik holatda uzoq muddat turishi bilan kechadigan holatlar. Tanani ma'lum bir mushaklarida haddan ortiq uzoq vaqt qisqarish bo'lib turadi. Kompyuter ishi bilan ishlovchilar, shofyorlar va boshqa kasb egalari tananing uzoq immobilizatsiyasi, ya'ni sinish, jarrohlik amaliyotidan keyin uzoq vaqt immobilizatsiya holatida yotish, og'ir jismoniy faoliyat, bunda trapetsiysimon orqaning serbar muskullari uzoq vaqt qisqargan va spazm holatida turadi. Ya'ni og'ir atletika bilan shug'ullanuvchilar, sovqotish, psixik faktorlar, ichki organ va bo'g'im kasalliklarining borligi, ortiqcha yuklamalar, ya'ni yuklama ko'rmagan mushaklarga uzoqroq va ortiqcha yuklama berish holatlari. Bunga sportni yangi boshlaganlar va uzoq mehnat bilan shug'ullanuvchilar. Tanani to'satdan harakatga keltirish holati. Bunda tana tinch holatida mushakka birdaniga yuklama beriladi va spazm kuchayadi. Jarohatlar, mushaklarning lat yeyishi va boshqa jarohatlardan so'nggi holat. Kasallik rivojlanishi uchun yuqoridagi xavf omillar natijasida tanani trigger nuqtalarida sezgirlik holatlari kuchayadi. Natijada o'sha sohadagi mushaklarda gipoksiya yuzaga keladi, mushak ishi kuchayadi va mushaklarning energiya sarfi oshadi. Yana gipoksiya holati yuzaga keladi va natijada mushaklarda tez charchash kuzatiladi. Mushakka energiya yetib kelishi kamayish boshlanadi. Natijada to'qima gipoksiya holati yuzaga keladi va metabolik jarayonlar buzilishiga olib keladi. Kasallikning klinikasi qo'zg'alish va remissiya fazalari bilan almashib turadi. Zararlangan mushak sohalarida, trigger nuqtalarida qattiq va uzoq davom etuvchi og'riqlar, ushbu trigger nuqtalarida kuchli og'riq va mushakni passiv cho'sish vaqtida bu og'riqlarning yanada kuchayishi kuzatiladi. Mushaklarni spazmi ham kuchayadi va mushakni to'liq bloklanishiga olib keladi. Tashqi omillar natijasida bu mushak spazmini yengish uchun ishlatilgan kuch natijasida ham yana og'riq kuchayadi. Keyinchalik mushaklar sohasida atrofiya holati yuzaga keladi. Og'riq aks etgan uchastkada sezgi buzilishi ham kuzatiladi. Og'riq aks etgan uchastkada vazomotor o'zgarishlar yuzaga keladi. Shu joyni terisida giperemiya holati va bemorda ko'z yosh va terining ajralishini kuchayishi kuzatiladi. Palpatsiyada og'riq aks etgan sohada qattiqlashish yuzaga keladi. Trigger nuqtalarini palpatsiya qilganda shu sohada alohida mushaklarning sakrash simptomi kuzatiladi. Shu joy chimchilanganda trigger nuqtalarda sudrik holati kuzatiladi. Ba'zi bemorlarda ko'krakning yuqori qismi va bel sohasining terisida dermografik chiziqlar paydo bo'ladi. Kasallikni davolash, og'riq bergan sohani yuklamasini to'xtatish va dam berish, kuchli og'riq bo'lgan holatlarda bemorlarni yotoq rejimiga o'tkazish, og'riq qoldiruvchi yallig'lanishga qarshi dori vositalarini qo'llash, miorelaksantlar qo'llash,
trankvilizator va psixotrop dori vositalarini qo'llash, antidepressantlar, qaytalanish va surunkali holatlarda qo'llash, mahalliy kompresslar, Timiksid 40%, Novocaine, Diklofenak va gidrokortizollarni qo'shib aplikatsiya o'tkazish, botulatoksin A tipini mahalliy qo'llash, manual terapiya, massaj, igroterapiya, fizioterapiya va davolovchi gimnastikalarni o'tkazish. Agar sizda va yaqinlaringizda yuqoridagi holatlar kuzatilsa, yaqin hududingizdagi travmatolog ortoped yoki nevrolog mutaxassisiga murojaat qiling. Rahmat.